Assalomu alaykum akalar. Mana bugun Surxondaryo viloyati Denov shahridan 2019-yil Damas sotib oldik. Damasimiz o'ng tomonga yonboshlagan. Ko'rib turganingizdek, udar qattiqlikda stoykalar ichkariga bukilib ketgan. Mashinamizni qo'l kiradigan darajada zazor bo'lib qolgan. Oldi qismlari but-butun mashinamizni. Egalar yaqinda 4 ta yangi balon qo'yib qo'ygan ekan. Salon qismlariga kelsak, salon qismlari o'rta holatda. Mashinamiz 64 ming probegda, ko'rib turganingizdek. Chap tomonga kelsak, eshiklarimizda, tomlarimizda miyatina tushib qolgan. Miyatina bilan mashinamiz chiqadi. Orqa kirillo alishadi. Orqa bagajga kelsak, orqa bagajimizdan miyatinada chiqadi. Chap tomonga yonboshlaganda mashinamiz stop orqa zazor qo'l kiradigan darajada bo'lib qolgan. Ko'rib turganingizdek, mana o'rta eshik chap tomon, o'ng tomonniki mana qo'lim kiradigan darajada ochilib ketgan. Kimda shunaqa mashinalar bo'lsa, pastda telefon raqam qoldiraman. O'zbekiston bo'ylab olamiz. 24 ga aloqada bemalol chiqib ko'rasizlar. Yaxshi narxlarda o'zimiz sotib olamiz.